Salom do'stlar, bugun sizlar men Xigeymi va men yangi karton shobdan topib oldim. Mana xullas mana bu narsalar Kufopanda haqida naqalar bor. Bu Kufopandarni 5-mavsum qismini kinosida emas. Ashuna qilamiz. Oldin bu kartani o'ynab ko'rdim va menga bu karta yoqdi. Hali lekin buni o'ynab ko'rmagandim. Faqat 16tasini o'ynab ko'rdim. Va mana va Hamilyon. Bu kinoda ko'rgandim. Qanaqa tasavvur bor ekan. Oldin 4tasi menga yoqdi. Qani? Yaxshi, The Hamilyon. Ha. Xuddi kinoda boshlanganda, lekin boshqacha boshlanganda kino. Xo'sh, bu pakov qoptosini mayli o'zgaryapti. Qani Tayland. Lekin kinosi boshqacha ko'ringandek menga. Lekin buni qiyinroq ekan. Mana xullas hozir bitta zamon yengmash kerak. Mana sen. Va lekin bu qismda o'lmayapti. Men o'lib qolsam shekilli. Kuchli ekan. Qani to'pida zamon qilcham o'y. Bu da shintyumi demashi. Mayli, tezlamashni yengish kerak. Men xoni ko'rmoqchiman. Qanday tugallanish bo'ladi, bilmadim lekin. O'zi bunman bitib qolgan, zo'r gapiryapman. O'zi mana shu videoda olsam, o'zi bozab oldingi video ham olinmadim, lekin mana bitta jonim qoldi. Bagi bu unaqa xatosi bo'lib qopti Hamilyonda. Ha. Mashhur lekin bor kinosida. Kupanda 5 ta kinosida. Lekin bu anaqa ishlarga g'alati chiqib shunali. Bitta jonim o'shama 2 ta bo'ldi. Men bu jonni ko'rgandim. Toshlar bor-ku, tosh yo'q bu yerda. Shuning uchun men eslasam tosh bor-ku. U bitta jonim qoldi. Men o'laman. Bu juda ham xavfli. Qanaqa o'laman bu uchib yurgan bo'lsa. Qanday qilib bo'ladi endi buni? Juda ham xavfli-ku bu. O'tkazsa videom o'xshaman YouTube'ga yoqmadi shekilli qilmadim mayli endi. U toshlar ana paydo bo'ldi. Bu mana endi xatosimi bu? Qandayligini endi toshlar muhim bo'lyapti-yu. Qanaqa o'taman? Menimcha o'ylaganimda bosib kerak ekan. Yaxshi birinchi davtiydi. Ham tez ketadi buni. Mana olganmiz. Xudo qanday narsa qilarkin endi. Yaxshi. Bundak va bundak yaxshi teyapti. Tez qilish kerak bu yog'ini. Endi bu o'yinda zibotchiklar endi yangini qo'shgan bo'lishi mumkin, lekin bilmadim. Hozirgacha oddiy ish bilan bahor biladim yoki yo'qmi. Xo'sh, finalniy joyi. Mana shu joyda qon qo'yilishi kerak-da. Lekin uni bitta sevgi yo'qdi. Qani toshlar mayli qo'lda ushlab qo'yarkanmiz-da. Xo'sh, endi bu qanchalik kuchli bo'ladi bu? Baqaloq. Kuchli ekan, lekin menga uncha yoqmayapti. Bu juda ham kuchli ekan. Bu juda ham qiziqarli effektlarni qarang, sakrash effektini. Bu nima endi? Bunaqa joy mayli. Kuchli ekan. Boshqa unaqa yo'qmi? Yordamchilari, yordam beruvchi. Xo'sh, bu juda ham kuchli. Xullas mana. Xo'sh, men seni yengishim kerak. Obunachilar. Bu juda ham qiyin bo'ladi, lekin videoda hozir ozgina qisqa uni montaj qilaman. Mana obunachilar yaxshi yengi deb qoldim. Mana yengdim. Hozir nima bo'ladi endi? Bular so'zi asli ovozlar juda ham bordi. Alhamdulillah. Ovozlar bordi. Xullas men anab ketdi. O'zimda zo'r ovoz bor, lekin hozir sizga eshitilmaydi. Nimagaki men video montaj qilayotganimda sifatli ovoz chiqarish kerak, lekin bu men bag bo'lgan menga yoqmayapti. Mashdan juda ham yaxshi ko'rganda. Kupopanda. Bam.
Bu judayam yaxshi edi. Men obunachilar sizlar videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Chunki bu videoni olishga men judayam savg'ada qilyapman. O'zi bu judayam qiyin. Videoni montaj oson bo'lishi lekin oldingi bitta videoni desang. Mana obunachilar meni hozir buni musoqat gapiryapman obunachilar. Bu videoni tanlashimiz bo'lmadi. Shunga bitta 5 ta like chiqsa qolgan bitta qismini ham qilaman. Bu o'zim bag ekan. Bu judayam g'alati lekin mayli obunachilar.